sotilyapti deydi-ki, Toshkent ko'chib ketganicha sotilyapti. Hurmatli obunachilar, bu hovlimizda o'tgan safar qisqa qilib video qo'ydik. Ko'p kishi to'liq videosini qo'ying, hamma joyini obzor qilib bering deganlar, shu hovliga keldik. Bu hovlimiz ko'pchilik nima sotilyapti deganlar, bu hovlimiz egasi Toshkent ko'chatgani sababli hovlimiz sotilyapti. Yaxshi o'tirib olinglar, juda hovlimiz katta, birgalikda obzor qilamiz. Ketdik. Hovlimizning kirish daraxonamiz ham akvar bilan yopib qo'yilgan. Bitta mashina bemalol sig'adi. Pastimizga 3 ta mashina sig'adigan garaj ham qilib qo'yilgan. Gastevoy o'zini ichiga sanuzel bilan shuni ichini bitta obzor qilamiz. Egalar ko'chatilgan sababli ko'p narsalarga e'tibor bermaysizlar. Hovlimizda zilyon zonasi. Boyni aytib o'tganimdek, garajimiz, bu yerdan mashina qo'yib chiqib kelib, hovliga kiraversangiz bo'ladi. Yaxshi joylashib olinglar. Endi uyimizda asosiy joyni ko'ramiz. Hovlimizning birinchi qismini ko'rdinglar. Endi ikkinchi qismiga o'tamiz. Mehmonxona, zal, bilyardni, sauna obzor qilamiz. Bilyardni qolamiz. Mehmonxona o'tirib hamma sharoitlar qo'yilgan. Ajoyib bilyard stolimiz bor ekan. Endi tepalik qismini ko'ramiz. Tarafga oshxonamiz, letning. Endi favonlar bilan basseynchalar ham bor ekan. O'zbekiston Bigamiz ovchi. Hamma xonalar soni ishlaydi. Bilmayman, adashib ketdim onaga. 3 ta mehmonxona, 3 ta oshxona, 5 ta sanuzel. Uyimiz polni yerto'lasi bor. 15 ta yaqin ekan. 15 ta yaqinda. Narxini kelayotgan bo'lsa 220 ming startga ko'riladi. Realni o'tgan realni qildilar, pastdagi nomerga bemalol chiqib qo'ying.